ey Rabbim, ko'p olimlar bor edi, ko'p muxlislar bor edi, duo qilaydi yig'lab, Xudoyo biroz qabrda tagiga. Ko'p inoqalarimiz bor edi, do'stlarimiz bor edi. Davroni tahsilga, davroni ta'lim va tarbiyaga, davroni rafoqat hajlarga, davroni musofiratlarga. Parvardigoro, eng yaxshi javonlarimiz, chiroyli javonlarimiz kokillari to'rpoqqa oruda bo'lib yotdi. Muntazirdik bir inog'im duo qilsam meni haqqimga. Ata Ramazonun va lana fil qubur ahibba. Ey Rabbim, Ramazon muborak keldi va Ramazon oldimizdan o'tib ketdi. Ammo bizlarga yaxshi do'stlarimiz bor qabrga. Parvardigoro, dunyoga ustixonlari sinib bizlarni dunyoga keltirgan onalarimiz qabrga. Ey Rabbim, Xudoy, otajonki minglarcha gardanbastalik bilan, minglarcha mushkulot bilan, minglarcha qor yog'in demay bizlarga rizq ro'zi topib bergan edi. Xudoyo, qabrga. Faqat muntazirlik duomizga bir avlodim duo qilaman, haqqim beradi. Xudoyo, qabrlarini nur qilgin. Boshqa narsa, hech narsa qo'limizdan kelmaydi. Xudoyo, qizayginelerimiz arzu umid qilaydi-ki, katta bo'lsa oldimizga mutaassifona javonmarg bo'ldi, dunyodan ketgan. O'g'illarimiz dunyodan ketgan. Bachalarimizni onasi aksariyati do'stlar xonavayron bo'lgan. Xudoyo, homillari qancha zahmat talashda qilgan edi. Xudoyo, qabrlarini nur qilgin. Allohumma anil quburahum bi rahmatik. Xudoyo, rahmating bilan ularning qabrlarini nur aylantirgin. Anil quburahum. Allahumma ilaha irham arwahan kanat ma'ana tushtaq li Ramazon. Xudoyo, Ramazonga shavq aloqa qilib o'ltirgan do'stlar bor edi. Ularga rahm qilgin. Va qad akhadatuhumul maniyya fasaru min ahli al-qubur. Ularni o'lim bizlarni oldimizdan oldi, hammasi ahli qabrdan aynadi. Va jazihim bil hasanati ihsanan va bis sayyiati afwan va ghufrana. Allahumma la tada' lana huznan fi qulubina illa baddaltahu farha. Parvardigoro, bu muxlis do'stlarga uzoq yog'dan kelganda xolisona qo'l ko'taramiz, ojizona qo'l ko'tardik. Xudoyo, qalblarimizga hech bir g'am bizni qo'ymagin, magaram farh va xo'shallikka tabdil qilgin. Ey Parvardigoro, Xudoyo, ba barakati Ramazon muborak, ba barakati xatmi Qur'oni azimishon, ba barakati xatmi tarovih Qur'oni azimishon unga tilovat bo'ladi. Ya Rabbim, hamma bizning mushkulotlarimizni o'zing hal qilgin. Ya Alloh, qarzdorlarimiz, dayntorlarimizga o'zing g'aybiy xazonangdan ko'mak i'ona qilgin. Parvardigoro, marizlarimizga o'zing shifoyojin nasib qilgin. Parvardigoro, marizlarimizga shifoyojin nasib qilgin. Do'stlarga duo taqozo qilganda Parvardigoro, o'zing hamma bizda mushkulotlarimizda o'zing hallol mushkulotdan o'zing hal qilgin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith.